Hurmatli erkaklar, men hech kimga aql bo'lmoqchi emasman. Men hech kimga aql o'rgatmoqchi emasman. Faqat meni gaplarim ayrim erkaklarga taalluqli. Kim o'ziga nam tortsa nam tortdi, nam tortmaganlar bemalol o'tib ketishlari mumkin. Masalan, biz ayollar turmushga chiqqanimizdan keyin o'zimizning turmush o'rtog'imizga o'zimiz bilganchalik mehr berishni xohlaymiz va o'sha mehrni beramiz. Bir xil erkaklar bu narsani tushunishadi, bir xil erkaklar esa bu narsani tushunishni istashmaydi ham, xohlamaydi ham. Masalan, siz yo'qligingizda, ishda bo'lganingizda biz qaynota, qaynopa, qaynsingillar bilan o'tirib biron bir shirin taom yo biron bir shirin mazali biron narsalar yeganimizda o'zimizning haqqimizni yarmini yoki o'zimizning haqqimizni o'zimiz turmush o'rtog'imizga olib qo'yamiz. Biz shu orqali ham turmush o'rtog'imizga mehrimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam biz turmush o'rtog'imizni ishga kuzatamiz, ishdan kutib olamiz, yaxshi bo'ling, yaxshi keling degan gaplarni gapiramiz. Bu ham kichkina bo'lsa ham mehr. Bir xil erkaklar tushunyapti bu narsani, bir xil erkaklar esa senga nima ishing bor degan gaplar bilan baqirib, chaqirib, o'zini ayolini qalbini og'rityapti. Mayli. Siz bugun o'zingiz ayolingizni qalbini og'rityapsiz, siz bugun o'zingiz ayolingizga ozor beryapsiz. Lekin erta-indin yoshingiz bir joyga borib qolgandan keyin biz ham siz bizga yoshligimizga qanday mehr bergan bo'lsangiz jirkib, biz ham keyin sizga xuddi shunday mehr beramiz-ku. Har bir ayol shunday mehr beradiki, o'ziga ham xuddi shunday mehrni istaydi. O'zidan sizga bu mehrni bermayapti. Shuning uchun siz yoshlikda bir-biringizni tushunishga harakat qiling. Hadeb ayolingizni jirkib solavermang. Ertadan o'sha ayolingizga ishingiz ham tushib qoladi. Ertadan o'sha ayolingizga mehriga zor bo'lib qolasiz. Hamma narsani o'z vaqtiga qadrlash kerak. Keyin kech bo'lgandan keyin hech narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi. Men kechirim so'rang, dodlang, voydod deng. Hammasi o'tib ketdi. Shuning uchun bir-birimizni yoshligimizda, borimizda qadrlaylik.